orzu va maqsadlarga xiyonat qilish. Odam yo'qolib qoladi birinchidan. Voy, so'ragan edim shu narsani, shu keldi-ya deydi-da. Keyin nima qiladi? Uni qadrsizlantirishni boshlaydi. Aslida orzu va maqsadni yozish ham, yozganimizda biz nimaga ishonib yozamiz? Qanaqa ishonch bizni harakatga chorlaydiki, biz uni bemalol yoza olamiz. Faqat va faqat Allohga ishonch. Sen masalan, seni shuni yo'qlab turdim yo sen bilan gaplashmoqchi edim. Shunaqa oson bo'ldi. Voy, qaytanga Xizrni so'rasam bo'lar ekan. Ya'ni undan ham ko'pini so'rasam bo'lar ekan. Undan ham yuqorisi bo'lsa, so'ramabman-da deymizda, borini shu joyni o'zida chilparchin qilib sindiramiz. Bu judayam xavfli narsa, xavfli holat. Avvalambor hammaga assalomu alaykum. Assalomu alaykum azizlar, har biringizga. Orzu va maqsadlarga xiyonat qilish. Bu judayam xavfli narsa, xavfli holat. Va bir narsani to'g'ri tushunishingiz kerak. Qachonki siz Allohdan so'raymiz, hammamiz Xudodan so'raymiz, to'g'rimi? Hammamizni ichimizda baribir mana kimdan so'raysiz yana boshqa? Xudodan so'raysiz. Xudo ber, Xudo qilib ber, Xudo mana shu yo'limni och, Xudo mana bunaqa bo'lsin deymiz. Aslida orzu va maqsadni yozish ham, yozganimizda biz nimaga ishonib yozamiz? Qanaqa ishonch bizni harakatga chorlaydiki, biz uni bemalol yoza olamiz. Faqat va faqat Allohga ishonch. Mana shu dunyoni boshqarib turayotgan, quyosh o'tirishi-yu, oy chiqishini, fasllar o'zgarishini, 365 kun o'z vaqtida sistematik yurishini hammasini nazoratida ushlab turgan, o'sha hayvonot olami bormi, o'simlik olami bormi, insoniyat olami bormi, hammasini boshqarib turgan, qarab turgan bir kuch borki tepada. Endi biz tepada deymiz buni, aslida u har joyda, hamma nuqtada, hamma joyda va o'sha kuch bizni aslida boshqaradi va biz o'sha kuch asosida harakatga kelamiz. Ya'ni bu energiya. Buni masalan koinot desa ham men Allohni tushunaman, yuqori kuch desa ham vishshi ya deydi kimdir buni, men bunda Allohni tushunaman. Har qanaqa holatda shaxsan o'zim Allohni tushunaman. Kimdir bunda boshqacha, masalan koinot deyish mumkin, boshqa. Bu hammani o'zini shaxsiy ishi. Men u yerga aralashish niyatim yo'q, bu to'g'ri, bu noto'g'ri deyishga ham haqqim yo'q. Chunki siz nimaga ishonsangiz o'sha narsa to'g'ri deb hisoblayman. Shu bilan birgalikda aytmoqchiman va siz so'raysiz. Nimanidir chin qalbingizdan so'raysiz, sizga qayerdandir beriladi. Ya'ni qayerdan deganda natijada kelganidan keyin bu shunaqa oddiy bo'lib qoladiki, misol uchun so'radingiz, mana boya qizimiz aytayaptilar, mashina so'rayman, beradi, deyapti-da. Qayerdan beradi? Beradi-ku, mana qayerdandir, misol uchun turmush o'rtog'ingiz o'tirib, "Oysi, senga mashina olamizmi?" deydi. Ya'ni ko'yniga soladi shu odamni. Ko'yniga solgani uchun ham u sizga shu narsani taklif beradi-da. "Olamizmi senga?" deb. O'sha payt bu juda oson ekan-ku. Mana shunday keldi. Это так оказывается просто deyishadi-da. Ana shu yerda biz o'zimiz so'ragan, ya'ni boshida orzu qilganimiz, maqsad qilganimizni kimdir bizga mana qanaqadir oson yo'l bilan bizga berilsa agar, biz uni xuddiki odam qilib berdi, xuddiki buni erim qildi, kimdir qildi, lekin u emas. Aslida ichimizda u emas, ya'ni ungacha yetib bormasdan erim qilib berdi deganday tasavvur qilamiz va shu narsani his qilishni boshlaymiz va ana shu yerda biz qadrsizlantirishga kiramiz. Ya'ni yo nimanidir shuni so'rab turgan joyda, o'sha joyda shuni sodir bo'lsa, "Voy, hozir sizni yo'qlab turuvdim, qarang, anuni kimni yo'qlasam bo'lar ekan" deyshadi. Xizrni yo'qlasam bo'lar ekan, deymiz. Ya'ni bu shunchaki oson ekan-ku, undan ham ko'pini so'rasam bo'lar ekan. Undan ham yuqorisi bo'lsa, so'ramabman-da deymizda, borini shu joyni o'zida chilparchin qilib sindiramiz. Emas, so'radim, berding-a degan hayratni yo'qotib qo'yamiz. Bolalarcha hayrat, mana shu shunchaki mo'jizaga ishonch hayratini yo'qotib qo'yamiz. Shu joyni o'zida merkantilniy bo'lamiz. Mana rus tilida merkantilность degan tushuncha bor-da, ya'ni pulga bo'lgan o'chlik. O'sha merkantilniy deymizda, ko'p aytadi, "Я не меркантильная, но я люблю деньги" deyshadi ko'pchilikda. Ya'ni merkantilniy odam bu o'sha pul bilan hamma narsani hisob-kitob qiladigan, hamma narsada pulni ko'radigan. Любой взаимоотношение, kimdir unga shunchaki "Kelib choy ichaylik" desa ham, "Nima ishi bor ekan mendan" degan xayolni ichiga o'tqizdimi? Bo'ldi, bu уже merkantilniy haqida-da. Merkantilniy bo'lib qolamiz. Hamma narsani mol dunyoga chaqib tashlaydigan bo'lamiz. Ya'ni meni deylik Aziza, agar u
uzoq ko'rishmasakda keyin telefon qilib voy Amir yaxshimisiz tinchmisiz ha voy ancha bo'ldi ko'rishmagansiz voy yaxshimisiz bormisiz bir o'tiraylik kofe ichaylik desak agar masalaga hozir aytaman ichida 99% odam shunaqamiz chunki hammamiz shunaqamiz trubkani qo'yganda nima ishi bor ekan manda tinchlikmi bu mani yo'qladi bu qanaqadir ishi bor-ku deymiz ya'ni gumonimizni birdaniga уже chiroyli gumonda emas ozgina такой negativ gumonda bo'lamiz chiroyli gumon esa bu qachonki aziza mani yo'qlasada Amir men siz bilan bir choy voy qanday yaxshi shu qiz meni yo'qladi bo'ldi bajonidil boraman shunchaki suhbatlashmoqchi shunchaki gaplashmoqchi degan chiroyli gumonni yo'qotib qo'yamiz mana shu merkantilность qizlar va men aytmoqchiman biz nimanidir so'raymiz bizga osonlikcha beriladi o'sha osonlikcha berilganida biz uni birinchi eng katta xatoyimiz uni qadrsizlantirishimiz bu ishni hech qachon qilmang undan ko'pini so'rasam bo'lar ekan ko'p kattarog'ini so'ramabmanda bekor Matiz so'rabman Captiva so'rasam bo'lar ekan va hokazo degan mana shunaqa narsalarga kirib qolmang ikkinchidan xiyonat haqida aytmoqchiman qizlar biz qachonki o'zimizga xiyonat qilsak o'z orzularimizga xiyonat qilsak bizga xiyonat qilishadi bizga dunyo xiyonat qiladi va bu yaqqol namoyon bo'ladi yaqinda challenge qilganimizda energiya va o'ziga ishonch challengeini o'tkazganimizda 10 kunlik mart oyida kimdir qatnashgan bo'lsa o'sha payt o'zingga xiyonat qilmang orzularingizni nimadir reja qildingizmi o'shanga boring oxirigacha o'sha narsani qiling undan muhimroq pardam bor ekan gilamim bor ekan bunim bor ekan demang pulni siqmang pul keladi kelaveradi bo'ldi u sizga berildimi meniki bu menga berildi hech kimga emas onamga emas otamga emas ko'pchilik ayollarimiz shuni qo'liga pul tushadi misol uchun nimadir orzu qiladi deylik agar hozir qo'limda pulim bo'lsa men o'qishga borardim o'qishga pul sarflardim deydi 2000 keladi zakaz qiladi nimadir bo'ladi ishidan $2000 shunday ishlaydi shunday o'sha o'qishini puli bo'ladi misol uchun o'sha повышение kvalifikatsiya deylik agar u tikuvchi bo'lsa tikuvchilikni yana ham yangi qanaqadir etapini urovingni o'rganish uchun $2000 pul kerak unga u nima qiladi o'sha payt birdaniga vijdoncha ishlashni boshlaydi-da vijdon nima qiladi voy shu pulga ota onangni umriga jo'natsang yaxshi emasmidi qanday farzand bo'ldi endi voy $2000 pul ishlab ham odam birdaniga o'qishga sarflaydimi bundan ko'ra mana ota onang qaridi yana necha yil umr ko'radi undan ko'ra ularni umriga jo'nat keyin yana pul keladi yana ishlatasan deydi-ku mana shu yerda ichimizda shunaqa dialoglar bo'ladi bir nechta xarakterdagi odam ichimizda yashaydi va o'sha yerda o'sha kichkina bolamiz nima deydi o'ziga ishonchi pastroq ota onasini doim olqishini olishni kutgan doim ota onasi молодец deyishni kutib yashagan bolachamiz ota onamga qilsam yaxshi bo'lardi-da hozir shuni ota onamga qilsam ular xursand bo'ladi va men xursand bo'laman на самом деле bu faqat bizning egoizmimiz haqida ego uchun bu juda muhim ota onamni xursand qilaman va ularning xursandligi ortida o'zim xursand bo'laman chunki ularning ko'zida men yaxshi farzand bo'laman o'sha kichkinaligida ololmagan olqish aslida o'shani hisobida nima qilamiz yo'q yaxshisi deydi ana shu $2000 hozir boramanda umraga shunday bilet qilaman boradi umraga bilet oladi xursand bo'ladi ota onasini jo'natadi ota onasi rosa duo qiladi boshqa qiladi lekin bu yerda afsuski ikkinchi tomon bor bu yomon emas men hozir bu tomon yaxshi yomon u bu demayapman lekin birinchi bergan niyat buzilish ketdi ya'ni niyatni hisobida yo'lida berildi niyat ana shu yerda buzildida yo'l o'zgardi va bu yo'l sizni katta masshtabga olib chiqadigan o'sha sizni balki $2000 ni o'zingizga sarflaganingizda sizga bir oyda 20 ming bo'lib kelishi mumkin bo'lgan va siz ota onangizni faqat ota onangizni emas butun deylik o'sha akangizu ukangizu opa singillaringizni ham umraga yetkazadigan pulingiz bo'lishi mumkin bo'lgan joyni kesdingiz bo'ldi yopdingiz mana katta o'sha yerda shlagbaum osdingiz yoki deylik o'sha napor bilan kelayotgan suvni shunchaki to'xtatib yo'q suv bu yoqqa oqma bu tomonga oqa qol deb bu tomonga yo'naltirdingiz va u nima bo'ldi mayda rucheyka bo'lib kichkinagina ariqcha bo'lib yo'q bo'lib ketdi все yo'q
bo'ldi, hammasi yaxshi, duo oldik, hammasi zo'r, gap bo'lishi mumkin, lekin niyat qanday edi? Birinchi berilgan niyatga doim orqaga qaytish kerak. Men nima niyat bergandim? Nimani hisobida menga bu pul kelgan edi? Nima uchun berildi bu menga? Chunki siz niyat qilganingizda siz uchun xayrlisi beriladi. Va xayrlisi agar shu xayrli bo'lsa deb so'raymiz. Xayrli bo'lgani uchun shu $2000 keldimi? O'qishimga dedimmi? Bor va o'qishingga to'la. To'la bo'ldi. Ota-onam tirik. Alloh o'zing nasib qil. Hozir mana shu o'qishimda o'qiyman, yana ham kuchli mutaxassis bo'laman, zo'r bo'laman. Menga yana ozgina buning uchun vaqt ber va Alloh endi niyat berdim. Men hozir shu o'qishimdan keyin Xudo xohlasa $20,000 menga pul kerak. Men shu $20,000 dan deylik 4,000 ga ota-onamni umraga jo'nataman, shunchasiga yana o'qiyman, bunchasini o'zimga ishlataman, bunchasini bu qilaman degan orzu niyatni bersangiz, yana shuncha berardi. Siz boshidan buzib qo'yganingiz uchun ikkinchi marta yana so'rayapsiz-da, men agar yana pulim bo'lsa edi, men hozir niyatga xiyonat qildingiz-ku. Bo'ldi, o'sha pulni boshqa joyga yubordingiz, boshqa narsaga yo'naltirdingiz. Yana o'tirasizda, Xudo bilasanmi, agar menga yana 2000 berganingda men o'qishimga sarflaydim. Bermaydi. Berilmaydi, chunki sizga ishonib bo'lmaydi. Siz yolg'onchisiz, siz aldoqchisiz. Bunaqa odamlarni yolg'onchi deyshadi. O'ziga nisbatan yolg'on, o'ziga nisbatan xiyonatkor, o'zining orzu, maqsad, qo'ygan reja, hamma narsasini buzg'unchi. Bo'ldi. U ming yaxshilikka bo'lsin, ming boshqa mumkin emas. Bo'ldi, ana shu narsani ushlang, qattiq ushlangda. Yo'q, bu pulni men bunaqa xiyonat qila olmayman. Menga mumkin emas bu ishni qilish. Mumkin emas, bo'ldi. Bu shu uchun berildi. Buning ortida juda katta bir eshik bor. Buning ortida juda katta menga yaxshilik bor. Men bilaman, shuning uchun bu berildi deb ishlating. Mashinaga pul berildimi? O'sha pulni mashinangizga ishlating. Yo'q, hozir mashinadan muhimroq u bor desangiz agar, u pul barakasiz bo'lib xarajat qiladi. Barakasiz bo'lib ketadi. Agar shuni mashinaga xarajat qilsangiz, uning barakasi shuni ortidan bo'ladi, ko'rasiz. Shuning uchun nimaga niyat qilib so'ragan bo'lsangiz, shu narsa berilsa, xiyonat qilmang. Xiyonat qildingizmi, sizga ham xiyonat qilishadiki, toki o'zingsan xiyonatkor degan haqiqatga yuzlashtiradi. Biz oynamiz. Deymizku buni doim oynamiz. O'zimizni yuzimizni ko'rmaymiz. Biz qanday ko'rinishda ega ekanimizni hattoki eslay olmaymiz. Sizlarga har biringizga savol. Ko'zingizni yumib o'zingizni tasavvur qiling. Siz qanday ko'rinishdasiz desam agar, men o'ylayman orangizda 99% odam o'zini eslay olmaydi. O'zingizni eslay olmaysiz. Tashqi ko'rinishingiz qanday ekanini aniq va ravshan eslay olmaysiz. Lekin shu yerda onam qanday, singlim qanday yoki erim qanday yo bolam qanday desangiz, mana masalan men ko'zimni yumdim, Amira, men qandayman? Qanaqa tashqi ko'rinishim deganda, men o'zimni aniq va ravshan eslay olmayman. Lekin agar men davlat qanaqa, erim qanaqa desam, aniq yuz tuzilish chiqib keladi. Sirazu yuz tuzilish, aniq bo'y, bast, hammasi joy-joyda. Chunki biz aslida o'zimizni qanday ekanimizni bilmaymiz. Shuning uchun bizga oyna sifatida biz qandayligimiz, ichki holatimiz, dunyo qarashimiz qandayligini isbotlaydigan odamlar atrofimizga keladi. Va ularning munosabati agar siz bilan nohaq bo'lsa, demak siz o'zingizga nisbatan qayerdadir nohaqlik qilyapsiz. Agar ular sizga xiyonat qilayotgan bo'lsa, demak siz o'zingizga xiyonat qilyapsiz. Agar ular sizga aldayotgan bo'lsa, mana bolamiz, kichkina bola o'zimizga nisbatan mana bizni aldashni boshlaydi. Shu joyda to'xtangda aytingki, men o'zimni qachon aldadim deng. Bolani aldashda ayblamang. U sizning dars beruvchingiz, u sizning ustozingiz bo'lib keldi, aldama deb kelyapti. Bo'ldi, aldadimi? Demak bu sizga signal bo'lishi kerak. Men qachon aldadim? Men kimni aldadim? Men qayerda aldayapman degan narsa.